Karimovni ustozim deysizmi, otamdek hurmat qilaman deysizmi, u sizni ishingiz. Lekin tarixiy baho xalq berib bo'lgan Karimovga. Buni eng qirg'in bizni O'zbekiston Respublikasida bo'ldi. O'zimni pulga sotib olyapman men, o'rtoq prezident. Kamchiligingizni bo'yningizga oling, pulini bering. Shu, boshqa talabim yo'q sizdan, o'rtoq prezident. Bu tarix esdan chiqmaydi, o'rtoq prezident. Men sizga yana eslataman, bu tarixga baho berish kerak, o'rtoq prezident. Mayli, sizni xohishingiz. Karimovni ustozim deysizmi, otamdek hurmat qilaman deysizmi, u sizni ishingiz. Lekin tarixiy baho xalq berib bo'lgan Karimovga. Buni eng qirg'in bizni O'zbekiston Respublikasida bo'ldi. Mana shu nimalarni, maddohlarning ko'pligidan, zo'ravonlarning ko'pligidan, o'rtoq prezident, hech qaysi davlatda, hech qaysi respublikada, sobiq respublikalarda bunday qirg'in bo'lgani yo'q. Mana Dukchi Eshon qo'zg'oloni, Marg'ilon madikorchilik demas, mana Jizzax qo'zg'oloni, bular hammasi O'zbekistonda bo'ldi, o'rtoqlar. Hech kim qo'liga qurol berib, mana Qazaxlarda bo'ldi, nimada bo'ldi. Akuratni hammasi qo'liga qurol olgani yo'q. Qirib tashladi bizni nima? Bunga tarixiy baho berishimiz kerak, o'rtoq prezident. Men o'sha kecha sizga bekorga aytmadim, qo'lingizni qonga bulamadingiz, o'rtoq prezident deb. Men shunday bo'lishni iloji bor edi-ku. Homilador xotinlarni otib tashladi. Bu nima? Endi mana maddohlar oddiy mana bir nima o'rtoq nima Huzurnazar Allohqulov, sizni hech qachon registratsiya qilmaydi, ovora bo'lmang. Shu adliya qiladimi? Birovlarni ota-onasi o'lib ketgan qizlarni zo'rlagan adliya boshliqlari qiladimi? Sizni registratsiya madaniylashaylik. Nima qilaylik? Referendum qilaylik, referendum. Mana men oddiy muammoni aytganim, Qo'qonda mana militsiyalar vahshiylik qilib, nevaralar, jiyanlarimni olib ketdi. Qo'lini qayirib, soqollarini olib tashlab, nima qilib? Hech narsadan hech narsa yo'q. Shuni chiqib murojaat qildim o'rtoq prezident sizga. Mirziyoyev 1 million odamda oshiq odam ma'qulladi meni nimani. Keyin mana bizdagi vahshiyliklar, qonunsizliklarda muammo qilib chiqdim. Norozilik namoyish qilib chiqdim, ochlik e'lon qilib chiqdim. Mana 18 yildan beri chiqaman. Mana buni xalq qo'llab-quvvatlayapti. 7-8 million odam hozir meni ma'qullayapti. Iste'foga chiqsin. Mana bu bosh vazir, vazirlar mahkamasi iste'foga chiqsin. Olimlarni tarqatilsin deb talablar qo'yyapman. Norozilik namoyish qilyapman. Chiqib ketaman deyapman bu davlatdan. Hech kim quloq solmaydi, o'rtoq prezident. Nimaga quloq solmaysiz? Qasamiyatingiz bor-ku, o'rtoq prezident. Men ham O'zbekistonda odamman. Investitsiya qo'shgan odamman. O'zimdan kechgan odamman. Kasallarni orttirib o'tiribman. Nimani? Jonimga suiqasd qilyapti mana maddohlaringiz, o'rtoq prezident. Qachon quloq solasiz? Men nima qilay? Ayting. Shu Amerika nimasiga prezidentiga murojaat qildim, elchixonalarni oldida norozilik namoyish qildim, qonuniy arizalarni berib. Parvo qilmaysizlar, o'rtoq prezident. Tarixiy baho bering menga, o'rtoq prezident. Nima qilayman? Shu nimani men hozir 4,5 million dollarga sotib olyapman o'zimga qotillarni, o'rtoq prezident. Shu men Amerika prezidentiga murojaat qildim. Yana murojaat qilaman. Shu meni oqlab bering meni. Agar
pul koyganım cinayet bulsa, bana kamayın. Bulmasa ben oylardı, kamayın bana. Vahşilerdi. Hem oldu cinayet buluyordu. Melebetten buluyordu cinayet. Bunu tekşireceğin adam yok. Orta prezident. Kim tekşirerdi? Cinayet kapita uğradı mı? Kerim Tubuy'unu da. Hazır tarihi baha veriyor Kerim ki. Üstadı sor. Yaşlaman da alın. Böyle vahşiliklerini açıkta bu açılardı. Stalinler Mazali'den çıkıp gitti. Gelinler kumulelmeyi oturttu. Vahşiliğin arkasında. Şu. Talabım şu ortak prezident. Hakikatte anılabilir. Bana ona suda halal pulun biri kör yarım milyon dolar pulumu. Orta prezident. Nevaralarımı yülaşım gerek. Ölümlü pulga satı yapmam ben. Orta prezident. Katillerde satı yapmam. Anık katiller. Orta prezident. İtidam ölüp geçsem kim verer bana pulumu? Hazır bir mevsile uzun triligimde yok. Ölgenden kim veresler mi? Hani zatımda cevap meseleyi böldü bana. Şu prezident, ben size keçe ettim. Kamçılık varsa ben ne diyeceğim? Kamçılık bu nizgâli pulumu verin. Şu başka tarafım yok sizden orta prezident.